qora sochim o'siba. Har qanday badiiy asar madaniy, adabiy an'analar zaminida yaratiladi. Yurtimizda ko'p yillik tarixga ega va muqaddas hisoblanmish oila munosabatlari badiiy asarlarimizda, xususan ilk o'zbek romanlarida ham ma'lum darajada qiziqarli tarzda ochib berilgan. Jumladan, Cho'lponning Kecha va kunduz romanida aks ettirilgan oilaviy munosabatlar bir qator o'tmish an'analari, sharqona axloq, o'zbek xalqiga xos fazilatlar tasviri jamlangan. Kecha va kunduz o'zbek yozuvchisi Abdulhamid Cho'lpon tomonidan yozilgan roman. Bu asarga o'tgan kunlar asari darajasida deb baho berilgan. U o'zbek adabiyotidagi ilk roman 2 kitobdan iborat. Birinchi qismi Kecha 1933-1934 yillarda Moskvada yozilgan. Dastlabki boblari 1935-yilda Toshkentdagi Adabiy jurnalning 1-sonida bosilgan. Asar 1936-yilda to'liq holda nashr etilgan. Asardagi voqealar ilk bahorda boshlanib, qish chillasida tugaydi. Kecha va kunduz romanning faqat kecha qismi mavjud. Olimlarning taxminicha Cho'lpon kunduz qismini ham rejalashtirgan yoki yozgan bo'lishi ham mumkin. Holbuki, kechada tasvirlangan voqealarning mantig'iga ko'ra, romanning kunduz qismida Zebining Sibir surgunidan, Miryoqubning esa Qrim safaridan keyingi hayotlari tasvirlanishi lozim edi. Birinchi kitobdagi tasvir etilgan voqea Birinchi jahon urushi endigina boshlangan kezlarda O'zbekiston viloyatlarining birida bo'lib o'tadi. Asardagi asosiy g'oya mavjud tuzumni tag tomiri bilan o'zgartirishdir. Kecha va kunduz romanida xalq va jamiyat hayotida muhim ahamiyatga molik bo'lgan barcha ziddiyatlar, adibning bor orzulari ifodalangan. Unda mehnatkash xalqning, xususan xotin-qizlarning og'ir kulfatu mashaqqatlarga to'liq hayoti, jonli voqealar, yorqin obrazlar vositasida ta'sirli va ishonarli tasvirlangan. Asardagi asosiy ijobiy qahramonlardan biri bo'lgan go'zal va xushovoz, sodda va huquqsiz Zebi timsoli fikrimizni dalillaydi. Muallif Zebi taqdirida, Razzoq So'fi va Qurbon bibi taqdirida butun bir xalqning davrga xos fojiali hayotini yaqqol ko'rsatib beradi. O'rningizdan turinglar. Sud kelyapti. Marhamat, tur. Aybdorning qilgan gunohi og'ir bo'lib, hozirgi urush vaqtida va hozirgi nozik sharoitlar ichida davlat odamiga qasd qilgani uchun oliy jazoga hukm qilish kerak bo'lsa-da, bovujud o'lka harbiy sudining sayyor hay'ati aybdorni madaniyatsiz yerli xalq ayoli ekanligi, o'zining yosh va turmushda tajribasizligini va hamma gunohlarni bo'yniga olganligini nazarda tutib, aybdor Zebiniso Razzoq So'fi qizini 7 yil Sibir surguniga hukm qiladi. To'ram. Nozir. Bu meni nega chaqirtirishgan ekan? Taqsir. Sizni sud sadri chaqirtirgan. Basharti qasam berish lozim bo'lib qolsa, musulmon shariatiga muvofiq qasam berish uchun. Lekin qasam berilmadi-ku. Lozim bo'lmadi taqsir. Ayol o'zi iqror. O'zi iqror? Ha. Eshitmadingizmi? O'zi iqror emas, inkor etdi-ku.
taqsir. Damingizni chiqarmang. Bu nozik masala. Ha. Albatta. Cho'lpon asarlari mo'tiroq xalqni tong yulduzi kabi uyg'otishga da'vat etadi. Adibning Kecha va kunduz romanida xalqning g'aflat uyqusida yotgan bir holati, Razzoq So'fi, Qurbon bibi, Eshon bobo, Mingboshi, Miryoqub va albatta Zebi timsoli orqali yorqin tasvir etilgan. Kecha va kunduz kishini o'yga toldiradigan, kecha, bugun va erta haqida inson umrining mazmuni to'g'risida fikrlashga undaydigan asar bo'lib, yoshlarning milliy ma'naviyatini shakllantirishda muhim o'rin tutadi. Abdulhamid Sulaymon o'g'li Cho'lponning Kecha va kunduz romani yaratilganiga qariyb 90 yil to'lgan bo'lsa-da, u hamon qo'ldan qo'lga o'tib kelmoqda. Kitobda o'zbeklarga xos andisha, himmat, iffat va soddalik kabi fazilatlar bilan birga xotinbozlik, xudbinlik va mol-mulk orttirish yo'lidagi illatlar ham o'z inkosini topgan. Bu kabi sifatlar va illatlar kitobxonni chuqur mushohada yuritishga undaydi. Cho'lpon dunyosi, uning olami, ijodidagi nafislik va serjilolik siz azizlarga manzur bo'ladi degan umiddamiz.